Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Ushbu kun yana bir davlatimiz otajonimizning tug'ilgan kunlari. Mana doimgidek bizga qadrdon bo'lgan gul do'konimizga yetib keldik. Inshaalloh otajon tabrikladik, ammo onajon uchun ham chiroyli bir guldastani olib ketamiz. Bizni kuzatuvchilar kuzatishda davom etingizlar. Güzel olmuş. Altın alıyor. 06 En altın alıyor. değil. Halim harab ardog'imda ardoqlagan ey yaqin do'st, qiyomatli do'st, qiyomatli do'st, baxtimga sen omon bo'lgin ey yaqin do'st, qiyomatli do'st, qiyomatli do'st, qarog'imda qadrlagan ey yaqin do'st, qiyomatli do'st, qiyomatli do'st, baxtimga sen omon bo'lgin ey yaqin do'st, qiyomatli do'st, qiyomatli do'st, ardog'imda ardoqlagan ey yaqin do'st. Og'ir kunda og'rinmasdan xizmat qilding, zarda qilgan paytlarimni hazil bilding, yaxshi kunda chin dilingdan birga bo'lding, qarog'imda qadrlagan ey yaqin do'st, g'amga boshim qo'ysam tog'im bo'lgan o'zing, yelka qoqib dalda bo'lar aytgan so'zing, yaxshi bo'lib ketishimga yetar ko'zing, qarog'imda qadrlagan ey yaqin do'st, qiyomatli do'stim senga mendan rahmat, men uchun ham kulib yashashing shart, Xudo seni yetkizgani bu ham bir baxt, ardog'imda ardoqlagan ey yaqin do'st, qiyomatli do'st, qiyomatli do'st, baxtimga sen omon bo'lgin ey yaqin do'st, qiyomatli do'st, qiyomatli do'st, qarog'imda qadrlagan ey yaqin do'st, qiyomatli do'st, qiyomatli do'st, baxtimga sen omon bo'lgin ey yaqin do'st, qiyomatli do'st, qiyomatli do'st, ardog'imda ardoqlagan ey yaqin do'st, qarog'imda qadrlagan ey yaqin do'st, baxtimga sen omon bo'lgin ey yaqin do'st.